Assalomu alaykum, hurmatli Qonun 101 kanali kuzatuvchilari. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksimizning 17-3-moddamizga yetib keldik. Ya'ni soliq organlarining yagona avtomatlashtirilgan axborot tizimi orqali qayd etilgan huquqbuzarliklar uchun shaxsning ma'muriy javobgarligi. Ya'ni yuqorida ko'rsatilgan huquqbuzarliklar uchun 175-modda 2, 3 va 6 qismlarda nazarda tutilgan huquqbuzarliklar sodir etganligi uchun yuridik shaxslarning rahbarlari va yakka tadbirkorlar ma'muriy javobgarlikka tortiladi. 18-moddamizda, ya'ni ma'muriy zaruriy mudofaa. Ushbu kodeksning yoki ma'muriy huquqbuzarlik uchun ma'muriy javobgarlik belgilovchi boshqa normativ hujjatlarda nazarda tutilgan, lekin mudofaa holatida shaxs yoki mudofaalanuvchining yoxud boshqa shaxsning huquqlarini, jamiyat yoki davlat manfaatlarini g'ayrihuquqiy tajovuzlardan, shunday tajovuzlar qilayotgan shaxsga zarar yetkazish yo'li bilan himoya qilinishi, ya'ni bunday mudofaa chegarasidan chiqmagan holda bo'lsa, sodir etgan harakat ma'muriy huquqbuzarlik deb hisoblanmaydi. 20-moddamizda aqli norasolik, ya'ni g'ayrihuquqiy harakat yoki harakatsizlik sodir etgan vaqtida aqli norasolik holati bo'lgan shaxs, ya'ni ruhiy holatning surunkali yoki vaqtincha buzilganligi, aqli zaifligi yoki boshqa xil kasallik oqibatida o'z harakatsizligining ahamiyatini idrok eta olmagan yoki boshqara olmagan shaxs ma'muriy javobgarlikka tortilishi mumkin emas. 21-moddamizda huquqbuzarlikning ya'ni kam ahamiyat sababli ma'muriy javobgarlikdan ozod qilishi. Sodir etgan ma'muriy huquqbuzarlik kam ahamiyatli bo'lgan taqdirda, ya'ni sud huquqbuzarlikni ma'muriy javobgarlikdan ozod etib, uni ogohlantirish bilan kifoyalanish mumkin. Agar ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risida ishni ko'rib chiquvchi boshqa organ, mansabdor shaxs sodir etilgan ma'muriy huquqbuzarliklarning kam ahamiyatliligi haqida xulosa kelsa, ya'ni ish huquqbuzarlik ma'muriy javobgarlikdan ozod qilish haqida masalani hal etish uchun kodeksning 308-moddada belgilangan tartibda sudga yuboriladi. 21-moddaning prim 1, ya'ni jismoniy va ruhiy majburlash yoxud qo'rqitish. Ya'ni bu yerda jismoniy yoki ruhiy majburlash yoxud shunday majburlarni qo'llash bilan qo'rqitish natijasida ushbu kodeks bilan qo'riqlanadigan huquq va manfaatlarga zarar yetkazgan shaxs, agar bunday majburlash va qo'rqitish natijasida shaxs o'z harakatsizligini boshqara olmagan bo'lsa, ma'muriy javobgarlikka tortilmaydi. 21 prim 2-moddamizda yarashganligi munosabati bilan ma'muriy javobgarlikdan ozod qilish. Ya'ni ushbu kodeksning 40-modda tuhmat, 41-modda haqorat qilish, 45 fuqaroning turar joy daxlsizligini buzish, 46-moddasi fuqaroga ma'muriy yoki moddiy zarar yetkazish mumkin bo'lgan ma'lumotlarni oshkor etish, 46 prim 1 shaxsiy hayot daxlsizligini buzish, 52-modda yengil tan jarohati yetkazish, 61-modda 1 va 2 qismlarda oz miqdorda talon-taroj qilish, 61 prim 2-moddasida mulkni qasddan nobud qilish yoki unga zarar yetkazish, 62 topib olingan mol-mulkni yashirish, 104-modda yengil ekinzorlarni payhon qilish, qishloq xo'jalik ekinzorlarini dalalarni to'pon qo'yilgan hosil zarar yetkazish, ya'ni uni yo'q qilib yuborish, ko'chatlarga shikast yetkazish. 121-modda transport vositalarining ichki jihozlariga shikast yetkazish. 133-modda transport vositalarining haydovchilarining yo'l harakati qoidalarini buzishini jabrlanuvchiga yengil tan jarohati yoki ancha miqdorda moddiy zarar yetkazishga olib kelish va 134, 183 mayda bezorilik 2-moddalarda nazarda tutilgan ma'muriy huquqbuzarliklarni sodir etgan shaxs agar o'z aybiga iqror bo'lsa, jabrlanuvchi o'zi bilan yarasha va yetkazilgan zararni bartaraf etgan bo'lsa, ma'muriy javobgarlikdan ozod etilishi mumkin. Ikkinchi bobimiz ma'muriy jazo va majburlov choralari. 22-moddamizda ma'muriy jazoning maqsadi, ya'ni bu yerda ma'muriy jazo javobgarlikka tortish chorasi bo'lib, ma'muriy huquqbuzarlik sodir etgan shaxsni qonunga rioya etish va ularni hurmat qilish ruhida tarbiyalash, shuningdek, ana shu huquqbuzarlikni o'zi tomonidan hamda boshqa shaxslar tomonidan ham yangi huquqbuzarlik sodir etishni oldini olish maqsadida qo'llaniladi.
Shu bilan bugungi videorolikimiz tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat.